Assalomu alaykum kattalar, yosh bolalar, ayollar, qizlar, barchaga assalomu alaykum. Nima gaplar? Katta rahmat Addushni qo'llab-quvvatlab Instagramda o'tgan videomda atmetga qilinglar dedim. Atmetga qildilaring bolalar. Hammalarini qoldirib yubormasdan atvet qilishga harakat qildim bolalar. Qo'ldan kelgancha yana qiladiganlar bo'lsa, paddishkani to'xtatmaymiz. Bolalar, meni adminimga, yuz servisimga yozib shu ko'da chaqirib bering deyapsizlar ekan bolalar. Menga faqat shu Instagram orqali yozinglar, Sabachka Shuka UZB. Telegram kanalimiz ham endi Sabachka Shuka UZBga o'zgardi bolalar. Bemalol o'tib, mana shu ko'rayotgan videolaringni Telegramdan yuklab olib, xohlasanglar YouTube kanallaringga, xohlasanglar Instagram, xohlagan joylaringga ishlatishlaring mumkin. Men qarshi emasman. Bemalol mana shu videolarni haqiqiy tiniq kачествоda Telegramdan yuklab olinglar, bemalol foydalaninglar bolalar. Keyin PUBG'chilar uchun Sabachka Shuka UC servis 100% halol, 100% ishonchli bolalar. Xo'p, bo'lmasam videoni ko'p cho'zmaymiz, qani ketdik. Bu mana shu xonada har bir qolgan kuni uchun unga $10,000 beraman. Bizda $1,000,000 bor. Agar bu xonada u 100 kun qola olsa, u allaqachon millioner. Siz esa kambag'al bo'lasiz. Sen xohlagan vaqting mana shu knopkani bosib, challenge to'xtatishing mumkin. Yaxshi, yo ko'rsatib berasanmi? Yo'q. Men eshikni orqasidan yopaman. Omad. Xo'p, endi bu meni kvartiram, lekin bu yerda men yashaganimga ijara to'lash o'rniga $10,000 kunlik ishlab topaman. Bu juda ham oson bo'ladi. Mana shunday. Yo xudoyim. Bu diskoteka ekan. Svetlarni o'ynamang iltimos. Bu nimasi? O'ylashimcha Josh buni juda ham oson bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Menimcha tushunmaydi u qanchalik qiyinligini. Shunday qilib men bu yerda birinchi kechamda uyg'ondim, bir kecha o'tkazdim bu yerda. Ehtimol endi yugurish yo'lakchasida yuguraman yoki ovqatlanaman, endi kuzatib boring. Tamom Josh, sen bu yerda 24 soat o'tkazding. Lekin men asosiy narsani o'tkazib yubordim. Men sizga bu $10,000 berganimdan keyin siz menga bu xonadan bitta narsani olishimga ruxsat berishingiz kerak bo'ladi. Tanlashga sanda 10 sekund vaqt bor. 10 sekund yo'q doyim. 8 3 2 Yaxshi tushundim, men marojnani beraman. Yaxshi, Chandler nima qilishni biladi. Chandler? Yaxshi. Chandler nima qilding? Josh, mana bu yerda bor narsalar ro'yxati bor. Endi bu yerdan marojna qutini olib tashlaymiz. Endi bu yerda 24 ta narsa qoldi. Mayli, endi esa men ketdim. Rahmat, Jimmy. Bu pul endi haqiqatan ham meniki. Endi men xavotirdaman. Men endi tanlashim kerak yo'qotish uchun oilaviy portretni yoki gitarani. Bir tarafdan bu ham menga kerak bo'ladi, lekin men fotosuratga qaraganda sevgilimni ko'rishim kerak. Endi men yo'qotadigan narsalarim uchun strategik bo'lishim kerak, chunki bu yerda uzoq muddat qolish uchun. Qana? Ketdik. Voy, kompyuterdan qoch, endi bu pullarni ol. Yaxshilikcha biror narsani ber. Men mana buni beraman. Yana biror narsa berishni xohlaysanmi? Berish kerakmi? Yo'q, unda bermayman. Mana yana senga $10,000, yana biror narsani ber. Mana bu sen uchun, Jimmy. Nima deb o'ylaysizlar? Endi nimani berar ekan? Menimcha keyingi beradigan narsam doska bo'ladi. Chunki yozmoqchi bo'lsam devorlar bor. U ketdi. Josh bu yerda o'zini qulay his qilish uchun men unga shaxsiy oshpaz berdim. Kim unga xohlagan narsasini pishirib beradi. Juda zo'r. Men mana buni tatib ko'raman. Yo'q, xudoyim, hayotimda bunaqasini tatib ko'rmaganman. Mana shu yerga qo'shing. Senga $5,000 qo'shib beraman agar Karl tanlasa yo'qotadigan narsangni. 3 2 1 Rozimi? Rostdanmi? Hozir mana bu sevgilisini suratini tanlayman. Buni o'rnida devorni ko'rish juda ham zo'r bo'ladi. Men chunki bu yerda sevgilimni ko'rishim mumkin edi. Men akulalar bilan video olishim kerak. Demak, ertaga senga Karl qarab turadi. Bu yerda boshqa qila oladigan odam yo'qmi? Yo'q. Demak, endi men boshliqman. Qo'limga tushding. Voy, jakuziga sig'maydi u. Sig'maydi deyapman. Suv qilamiz. Yo'q, Karl, unday qilma. Yo'q, Karl. Markerni ushla. Mana shu joyda videoni to'xtatib, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib va kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozib qoldiring. Kattakon rahmat. Bugun baraban chiqib ketarkanda. Yo'q, ertalabdan juda boshqacha boshlandi. Sen barabarni buzib tashladingmi? Endi sendan so'ramoqchiman, psixologически hammasi yaxshi. Hozircha hammasi yaxshi, biroz oldin asabiylashayotgan edim, endi zo'r. Hop, mayli. U gitarani ichida $100,000 chek borligini bilmaydi. Agar u bizga gitarani berib yuborsa, demak u $100,000 dan ayriladi. Bu xona juda ham alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan edi. Buni tozalashayotganini hatto bilmasdan uxlayapti u.
Rasmiy ravishda u 8 kunni shu xonada o'tkazdi va negadir u 18:00 da ham uxlayapti. Albatta zerikishdi. Xayrli tong Josh, hatto kechki 6 bo'lgan bo'lsa ham, mana senga $10,000, bugun nimani berasan? O't o'chirgichni. Hop, endi o't o'chirgich yo'q va senga boshqa hech narsa rejalashtirilmagan. Men senga aytmoqchiman. Hech narsani aytma, Kris. Albatta shubhali emasdi, albatta. Nimaga mana bunchalik yuzim buzilib ketdi? Mikrofonni Krisga beraman, aloqa tugadi. Men seni ajalingman. Mikrofonga shunchalik yaqin gapirishyapmi? Menga tashqarini ko'rsat. Tashqari juda qorong'i, hech narsa ko'rinmaydi. Qorong'i tushdimi? Ha, Men vaqt tushunchasini yo'qotyapman. Yaxshi, Jimmy, men seni olib kelaman. agar Nolan san bilan bir kunini o'tkazsa, senga qo'shimcha $10,000 beraman. $10,000 ko'proqmi? Men ham pul olamanmi? Yo'q, faqat u. Xo'p, xullas shu yerda qolishim kerak. Kanada o'zing sinab ko'r. Ketdik. 1, 2, 3, 4. Barabanni bermaslik kerak edi. Ha, to'g'ri. Xo'p, men bo'ldim, qani uyga ketaman. Yo'q, chiqmaysan. Yo'q, bo'ldim, men zerikdim, ketishim kerak. Mana bu knopkani bosaman. Iltimos, yana ozgina qol. Bu sen. Boshqa xohlamayman. Agar eshikni ochmasan, devorni buzamiz. U yerda yana bitta devor bor ekan. Basketbol o'ynaymiz. Qo'yin. Shunchaki ikkita bola jacuzzi'da. Bolalar, yana bir kun o'tdi. Bu nimani anglatishini bilasizlarmi? Yo'q. Men sizlarga shunchaki bir narsa aytaman, siz esa savol Yaxshi, bermaysiz. 10 kunlikni nishonlash uchun biz ajoyib tayyorgarlik ko'rdik va $10,000 eksklyuziv 5 funtlik tort yaratdik. Yo'q, xudoyim. Bolalar, qarang bolalar. Men nima qilishni ham bilmayapman, shunchaki qochishim kerak. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Yo'q, xudo, bu juda ham ajoyib. Tort ag'darilib ketdi, lekin festival shokolatlari hali ham tirik. Uni festival soshiga ko'mdan zakaz qiling, u juda ham shirin. $10,000lik tortdan rohatlan. Mayli, xayr, Jimmy. Bugungi qo'shimcha $10,000 bilan meni daromadim $115,000 bo'ldi. Nolan, rahmat, qolganing uchun $20,000 bugun. Salom Josh, bugun bora olmaganim uchun men shahardan ketyapman chunki boshqa video olishim kerak, lekin senga $10,000 berishim kerak. Mana senga o'sha. Yo'q, xudoyim. Bugungi narsani eshikdan uloqtir. Mana o'sha. Vazifa bajarildi. Josh bu yerda juda ham yolg'iz. Har safar u bilan gaplashganda sevgilisini qanchalik sog'inganini menga ta'kidlaydi. Har safar unga pul berayotganimizda bu yerga qaraymiz. Qarang qanchalik kamayib ketgan. Hozir qaysi birini tanlaysan? Senga xohlasang $10,000 beraman yoki sevgilingning qo'lida faqat 5,000 bor. Ikkalasidan bittasini tanla. Hozir shu yerdami? Ha, ko'chada. 5,000 ga roziman, menga bari. Josh, mana seni sevgiling xuddi senga va'da berganimdek. Yo'q, xudoyim. Mana Mana seni bu yerga qo'ymadim. qo'y, mayli, bu yerga. Ularning baxtliligini qarang, ular 12 kundan beri bir-birini ko'rmagan. Bu 6 yillik munosabatlarimiz orasida eng uzoq ko'rmagan vaqtimiz bo'ldi. Aytishim kerakki, sizlarga 10 daqiqa berilgan, lekin hozir 3 daqiqasi o'tib bo'ldi. Demak, sizlarda 7 daqiqa qoldi. Yo'q. Men shuni bilamanki, tashqarida yashagan sen bilan o'tgan vaqtlarim juda ham ajoyib edi. Haqiqatan ham. Sizlarni baxtli oningizni buzmoqchi emasman, lekin 10 daqiqa o'tib bo'ldi. Yo'q. Ha, mayli, men ketdim. Seni sevaman. Bu Xayr. meni xursand qiladimi yoki xafa qiladimi bilmadim, lekin menga og'ir bo'ldi. 13-kuni Josh menga pul tikkani haqida eslatdi. $10,000 ga Chandler bilan 10 kundan uzoqroqqa borishga. $10,000 ga o'ynayman, 10 kundan uzoqroqqa. Yaxshi kelishdik. Men yana 10,000 ga Jimmy'ni tikaman. Bunga qarang, unga ahamiyat berma. Bu oxiri pul tikilmaydi. Mana shu $20,000 ga siz menga uzuk olib berishingizni xohlayman, chunki bu videodan keyin men sevgilimni qo'lini so'ramoqchiman. Voy, yaxshi. Bu pulga sani ishonching komilmi bu ikkita bezori uzuk olib kelishiga? Yo'q, lekin meni boshqa ilojim yo'q. Rost aytyapman, bir necha yildan beri Kenyani qo'lini so'ramoqchi edim, lekin bu yerda o'tirib vaqt qanchalik qadrli ekanligini tushundim. Shoshilish kerak. Bu yerda balki ovoz buzilib ketgandir. Biz mahalliy olmos do'konidami? Kris va Chandler juda uzoq zargar bilan shartnoma tuzib, aynan Josh xohlagan uzukni topishdi. Voy Josh! Papapapara. Siz nikoh uzukni birinchi marta ko'ryapsizmi? Ha, juda ajoyib. Bu haqiqatan ham juda ham zo'r. Aynan men xohlagandan. Men bu uzukka qarashdan to'xtay olmayapman, lekin rostini aytsam bu meni tashqariga chiqishga majbur qiladi hamma narsadan ko'ra ko'proq. Uni albatta tezroq sevgilimga sovg'a qilishim kerak. Josh $160,000 pul ishlab oldi. Bu yerda o'tirganiga 2 hafta bo'ldi. Va men 15-kuni shahar tashqarisida edim. Shu uchun Josh bilan FaceTime'da gaplashishga majbur bo'ldim. Salom do'stim, Bu Jack Paulmi? sen faqat g'alaba qozon. Meni xonam uchun ajoyib bezak, kreslo ham g'oyib bo'ldi. Endi men 9 ta narsa bilan qoldim. Endi keyingisiga nima berishni ham bilmayman. Bu yerda o'ynab ichida ahmoq emassiz, lekin tashqaridan qarasa ahmoqdek ko'rinasiz. Voy, voy, nima edi bu? Voy, yo'q. Voy, yo'q. Yuguradigan moslamani ola qoling. Oldimga Nolan keldi. Bu nima edi? Bu nima edi?
Balki biroz ko'nglimni ko'tarar. Aql bovar qilmaydigan darajada qiyinlashyapti. Men hozir 190 ming dollar bilan ketishim mumkinligini bilib, biroz o'ylanib turibman. Xuddi bu yerda menga havo yo'qdek tuyulyapti. Bugun doktor ko'rigidan o'tdim va tomog'im quriyotganini aytdi. Men tugmachani bosaymi deb biroz o'ylanib turibman. Men Joshman, bu xonada yotish menga qiyinchilik tug'dirmaydi. Men 100 minglab dollar ishlab topaman. Nima, hozir men ustimdan kulyapsizmi? Yo'q, mana senga 10 ming dollar. Berni beraman. Unda ertalabgacha nima qilasan? Menimcha gitara o'ynasam kerak. Yotganga o'xshaysan. Ko'pchiligingiz o'ynayotgandirsiz, bu dunyodagi oddiy narsa, ammo siz buni haligacha tushuna olmaysiz. Sen haqsan, juda ham qiyin. Bemalol chiqib ketishing mumkin. Yo'q, xohlamayman. Salom Josh. Bu nimasi? U kiyimini jakuziga kiyadimi? Do'stim, ahvoling qalay? Men shunchaki issiq Sen vannada yo'qotadigan narsa issiq vanna. U vannani yo'qotishni xohladi. Sen uni olib chiqishing kerak. Svetlarni yoqing. Mana men. Kirib bo'lmas ekan. Suvni to'kib olib chiqish oson emas, buning uchun doq ko'tarib chiqqanman. Sen o'zingning ishini qilsang bo'lmaydi bundan ko'ra. Bu to'g'ri gap. Endi menimcha yuk mashinasi bilan haydasam u buzib kirib ketadi. Yo xudoyim. Voy, to'xta. Rostini aytsam, bu meni hayotimdagi eng hayajonli narsa. Bu yerda o'tgan vaqtimda tajribaga ega Ahmoqqa bo'ldim. o'xshab bunga qarab turibmiz. Voy, to'xta. Yo xudoyim. Yo'q, men gilamning ustida turibman. Nima qilmoqchisan? Yo xudo. Yo'q, to'xta. Endi hammasi yaxshi. Men polni buzdimmi? Deyarli. Yo xudo, qani uni olib chiqib ket. Yaxshi, uddaladi. Mana buni Kris uddaladi. Videoni boshida bu yer qanday edi? Hozirgi vaziyatni esa ko'ring. Menimcha yuk mashinani ballonlari bu yerni juda ham rasvo qildi. Meni xonamga qarang, xuddi bu yerda qurilish bo'lganday. Yo xudoyim, suv idishlarini unutibman. Avval ular bilan jakuzini to'ldirgan edim, keyin esa keragi bo'lmay shu yerga tashlagandim. Yulduz kerak, iltimos. Svetlarni yoqing. Salom Josh. Josh, Men shu yerdaman, Jimmy. mana seni kunlik 10 ming dollaring. Endi nima bermoqchisan? Bugun bilyard stolini beraman. Jimmy, yig'lasam bo'ladimi? Jimmy, yo'q. Men bu yerda boshqa qolishni xohlamayman. Nima deyapsan? Men seni bu yerda boy qildim. Bilaman, rahmat Jimmy, sen yaxshi va eng zo'risan. Seni sevaman. Sevgi haqida gapirar ekanman. Sevgilim bilan gaplashdim. U seni juda sog'inibdi. Bo'ldi, hammasi yetarli. Ertalab narvon olib kelaman agar shu yerda tirik qolsang. Men bu yerdan tashqari hamma joyini sog'indim. Men faqat sevgilim haqida o'ylayapman. Josh ehtimol odamlarni doimo kuzatib turishdan charchagan. Kanolg'a. Yo'q. Bugun nima berasan? Basketbol doskasini. Boshqa so'z kerak emas. Yo xudoyim. Rostini aytsam, bu meni eng hayajonli kunim. Ular meni hamma narsalarimni olishdi. Endi bu yerda u yashashi uchun bitta gitara va kravat va 230 ming dollar. Pulga kelganda ovoz o'zgartirish shartmi? Endi men faqatgina kravat va gitaramni olib qoldim. Endi men uyquni qurbon qilishim kerak. Bo'ldi, bu oxirgi tomchi edi. Men faqat bitta ipini uzdim. Bu meni juda ham asabimni uzdi. Boshqa gapim yo'q. Zo'r bo'ldi. Bu nima? Nima? 100 ming dollarlik chek? Ura! Salom Josh. Qara, men nima topib oldim, Jimmy. Nega uni sindirding? Buni olib chiqib keting. Bugun 110 ming dollar. Juda zo'r bo'ldi. Endi buni sevgilimga berishim kerak. Sevgiling uchun chiqib ketasanmi? Ketaman. Rostdanmi? 100%. Bu xonada boshqa qolmaysanmi? Yetadi, 360 ming dollar topdim, bu menga yetadi. Endi buni berishim kerak, men ketaman. So'nggi daqiqalardan rohatlaning, qani kira qol. Men senga jiddiy gapirmoqchiman. Bu yerda sensiz vaqt o'tkazdim va men seni qanchalar kuchli sevishimni bildim. Va endi senga men aytishim kerak. Hozir unga uni aytadi. Va men umrimni qolgan qancha qismi bo'lsa ham sen bilan o'tkazmoqchiman va men senga endi savol berishim kerak. Menga turmushga chiqasanmi? Albatta ha. O'zini yutgan pullarga hozir qoqinib ketdi. Va buni ustiga sizlarning oilangizni ham olib keldik. Yo xudoyim. Endi chiqib ketamiz. Tabriklayman seni do'stim. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Xayr.
Mana shu joyda videoni to'xtatib kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib va kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozib qoldiring. Kattakon rahmat.